Muhammad aka bu yerda nafas ochadigan abadali havo bormi? Ha uka, yur men senga ko'rsataman. Mana bu ko'rib turganing Ulug' tog', uni orqasida Tian Shan tog'. Bular ikkovsi juda qadimgi tarixga ega. Bu haqida Google, Yandex, hatto ChatGPT dan ham so'rasang bo'ladi. Shularning oralig'idagi Adir oralig'ini ko'ryapsanmi? Shu Adir oralig'idan Tian Shan tog'ining sovuq havosi va Ulug' tog'ning shifobaxsh havosi Shabada orqali kelib turib, mana bunday kesib, shu yo'l bilan bu yoqqa qarab o'tib ketadi. Bu yerdagi Shabada astma kasali borlarga, allergiyasi borlarga yoki doimiy yo'tali bor odamlarga yoki bo'lmasam xuddi shu kabi nafasi biron xil bir kasallik sabab yetishmaydigan odamlarga juda zo'r joy. Bu yerga kelasan, 3 kundan 5 kungacha dam olasan. Dam olish qanaqa bo'ladi? Faqat yengil parhez taomlar, bu sabzavotlar, mevalar va qaynatma ovqatlar yegan holda lecheniya qilasan va har kun ertaman bomdod namozidan toki sham tushib ko'tarilguncha piyoda yuriladi mana shu oraliqqa qarab va kechki xufton namozidan keyin yana o'sha 1 soat, yarim soat shu yoqqa borib kelinadi. Xuddi shu vaqtda 3 kundan 5 kungacha bo'lgan lecheniyada sharoit bo'lsa 7 kun 10 kungacha bo'lgan holatda insonni nafasi qismay qoladi. Efulinga organizm bor edi. Efulin tabiiy efulinda, bu dori emas. Ya'ni o'pka qobig'ini kengaytirib, havo kirishini va nafas yo'llaridagi bronx va infeksiyalarning tezroq chiqishiga yordam beradi. Hurmatli obunachilar, agar sizga shu joyning lokatsiyasi kerak bo'lsa, meni administratorim Sayfiddin yoki bo'lmasam mobilografim Omadbekka murojaat qilsangiz, sizga lokatsiyasini bepul tashlab beradi.